Lovers. Sizga katta rahmat. Ular Kamil va Elzani jazolanmasligini aytdilar. Mening bunga hech qanaqangi aloqam yo'q. Yana menga Shahzoda Teodor, ya'ni sizning rahbarligingizda xarobalarni obodonlashtirish davom etishini aytishdi. Akim taklif qildi, men esa rozi bo'ldim. Demak, endi ikkalangiz ham davlat ishlarini birga hal qilasizlarmi? Ha, shunga o'xshash. Xo'sh, o'zingizda nima gaplar? Bu yerga nima uchun keldingiz? Aslida bir iltimos bilan kelgan edim. Nima? Bu siz uchun ham, akangiz uchun ham juda muhim. Nima qilsam ekan? Opam nimalar deyotganini umuman tushuna olmayapman. Iltimos qilaman, Shahzoda Teodor. Telegramdagi Ayni Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr animesi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etdi Nezuko, Tamyoka, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Ekranlar qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Nimaga deysizmi? Chunki biz boshladik. Yettinchi qism. Hammasini tayyorlab bo'ldik. Xo'sh, unda boshladik. Ha, Ko'ngil xurshaligi hukumatidan xat keldi. Kiring. Xayrli kun, Oliy hazratlari. Menga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat aytaman. Sani bu yerga nima olib keldi? Sani bu holatda tashrif buyurishing oddiy uchrashuv kabi ko'rinmayapti. Saroyda siz uchun xonalar tashkillashtirdim. Nima? Balkim vaqtingiz bo'lganda ularni birma-bir ko'rsatarman. Nima sababdan bunchalik hayajondasan? Xizmatkorlarim xonangiz ustida qattiq mehnat qilishdi. Ular uchun bu qobiliyat sinoviga o'xshaydi. Biroq, men hamma narsani yuqori darajada tayyorlaganliklarini bilaman. Men sana bu saroyda yolg'iz yashashni ma'qul ko'rasan deb o'ylagandim. Bu nima deganingiz? U yerda siz bilan yashashni xohlayman, Shahzoda Arnold. Hammasi tushunarli. Sani yana nimadir qiziqtirayotgan ko'rinadi. Noto'g'ri xayolga boryapsiz. Xo'sh, mayli. Sen bilan o'ynashga roziman. Buni evaziga meni rag'batlantirasan. Rag'batlantiraman? Qani ketdik. Sizga kattakon rahmat. Bu esa sizning xonangiz. Nima deb o'ylaysiz? Ajoyib, to'g'rimi? Ha, juda ham ajoyib. Bu saroy ko'p yillar davomida tashlandiq holatda edi. Sen sabab bu saroy 3 hafta ichida tartibga kela oldi. Maqtov uchun rahmat. Yangi yigitlarga hamma narsani o'rgatdingmi? Ha, kerakli ko'nikmalarni o'zlashtirgach qiynalib qolishmaydi. Ular nafaqat sendan bilim olishadi.
Mag'rurlik. Yaxshi bajarilgan ish uchun ularga berilgan maqtov mag'rurlik hissini uyg'otadi. Bu orqali odamlar o'ziga bo'lgan ishonchga erishadi. Sen odamlarga o'zini qanday hurmat qilishni o'rgata olasan. Negadir doim seni maqtasam g'alati ko'rinasan. Yana ustimdan kulishni boshladingizmi? Garchi o'xshamasa-da chin yurakdan maqtadim. Nima bo'lgan taqdirda ham, garchi siz nosamimiy maqtov yog'dirgan bo'lsangizda mamnunman. Butun saroy bo'yicha bu eng yorug' xona hisoblanadi. Agar derazani ochsangiz yoqimli shamol kiradi. Bu o'zgacha tuyg'u. Kechgacha o'z xonamga qaytmayman. Bu xona seni xonangga yaqinmi? Ha, shundagina soqchilarga bizni qo'riqlash osonlashadi. Menga ham qulay. Nima? Shunaqasiga men seni g'alayonlaringni tezroq seza olaman. Endi g'alayon ko'tarishni xohlamayapman, lekin baribir bunga va'da bera olmayman. Ahmoq qiz. Avvalgi ahmoqlikni hisobga olmaganda istagan ishingni qilishing mumkin. Buning uchun kechirasiz. Aytgancha, balda nima haqida gaplashganimiz yodingizdami? Nima ekan? Jang uchun mashg'ulot o'tkazmoqchi edik, yodingizdami? Bu qachondir mashg'ulot jangini o'tkazishimizga arziydi. Bu juda ajoyib bo'lardi. Ha, shunday gaplarni aytgandim. Vaqt topganingizda hech bo'lmasa bitta dars o'ta olasizmi? Siz va ritsarlar o'qitiladigan maxsus usullardan foydalangan holda. Nima uchun bunchalar qiziqyapsan? Mamlakatga kelganimdan so'ng jangchilarning tayyorgarligini tez-tez kuzatdim. Ko'rinib turibdiki, siz va ritsarlaringiz boshqa jangchilardan farq qilar ekansiz. Yaxshi. Nima? Chindan rozimisiz? Xohlagan ishingni qilishing to'g'risida aytgan so'zlarimni unutdingmi? Unda katta rahmat. Juda ham xursandman. Xursandsan? Ko'rganlarimga ishonsam, dunyo bo'ylab hech kim siz kabi qilishni mohirona o'ynata olmaydi. To'g'ri aytyapmanmi? Butun dunyo bo'ylab Bu shunchaki maqtov uchun ibora edi. faqat o'ldirish uchun mo'ljallangan mahoratni nafis deb atab bo'lmaydi. Janob oliylari. Qilichbozlikni o'rgataman. Ungacha borib kiyimingni almashtirib kel. Darslarni doim shu tarzda boshlaysizmi? Umuman olganda yo'q. Noto'g'ri o'rgatilgan texnikani hech qachon to'g'rilab bo'lmaydi. Qo'l va oyoqdagi kishalar haqiqiy jangovar muhitni yaratish uchunmi? Ularsiz ham jangni yaxshi eplasangiz kerak. Gaplarim to'g'rimi? Har doimgidek kuzatish qobiliyating hayratga soladi. Qo'lsiz qilishda jang qilishda davom etaman. Oyog'im singan holatda oldinga boraman. Va hatto bir ko'zimsiz dushman qayerda ekanligini anglay olaman. Shu holatda men tirik qolishim mumkin. Ritsarlar oliy janob va chidamli bo'lish kerakligini tez-tez aytishgan. Darhaqiqat, ular qanchalik qiyinchilik ko'rishlariga qaramay, dushmanni mag'lub qilish uchun omon qolishlari kerak. G'oyalaringizni to'g'ri tushundimmi? Unga teng kela olmasligim ajablanarli emas. Xavotir olma. Bo'lajak qirollik malikasini xafa qilib qo'yishni istamayman. Agar men g'alaba qozonsam, savollarimni hammasiga javob berasiz. Agarda mag'lub bo'lsam, har qanday tilagingizni bajaraman, shahzodam. Tushunarli. Unday bo'lsa, qani boshlaylik. Jangga! Jang boshlanmasdan o'zimni yomon his qilyapman. Qani hujumga! Nima bo'ldi? Nahot bu hammasi? Juda yomon harakat qilyapman. Qo'lim bo'shab qolgandek beixtiyor yengil harakat qildim. Agar yer tortish kuchidan foydalansam, ishim osonlashadi. Unga yaqinroq borishim kerak. Ahmoqona harakat kuchni o'zi kifoya qilmaydi. Oyoqlaringga e'tibor qarat. O'z epchilligingdan foydalan.
Tezroq harakat qil. Yana bir marta. Bu yetarli emas. Uni yaxshi ekanligini bilardim. Muhimi birinchi harakat va men xatolarimni to'g'rilab o'zimni ustimda ishlay olaman. Maneshat Rishi xonim oliy hazratlari bilan to'qnash kelishi menimcha to'g'ri emas. Ha, lekin u anchagina yaxshi zarbalar beryapti. Endi yuqoridan zarba beradi. Xuddi shu harakati bilan meni o'ldirgan. Nima bo'layotganini tushungan taqdirimda ham tanam bunga chiday olmayapti. Men bilan qilish tushishda hech kim teng kelolmaydi deb aytding. Biroq hozirgi harakatlaring mendanda yaxshiroq qilichbozga duch kelganingni anglatadi. Men bilan jang qilyapsan, lekin seni xayollaring boshqa joyda. Unga hasad qilyapman. Yana birozgina va undan nafratlanishni boshlayman. Bunday hazillar qilmang. Men sizni aldaganim yo'q. Haqiqatan ham siz men bilgan eng yaxshi jangchisiz, Shahzoda Arnold. U haq. 5 yil ichida u hozirgidan ancha kuchli bo'lgan albatta. U shafqatsiz va xavfli edi. Hujum qil. Diqqat e'tiboringni menga qarat. Bu hali hammasi emas. Senda imkoniyat bor edi. Agar qadam tashlamaganimda men o'lgan bo'lardim. Meni o'ylab, biroz sekinroq harakat qildingiz deb o'ylayman. Biroq men seni juda ham kam baholagan ko'rinaman. Dars uchun kattakon rahmat. Xo'sh, endi sen men istagan tilakni bajarasanmi? Ha, xohlaganingizni so'rang. So'zimda turaman. Unaqada meni 2 kun davomida bezovta qilma. Biz shaharga ketishimiz kerak. Shaharga? U yerda nima qilmoqchisiz? Bu yog'ini keyinroq aytaman. Nima qilyapsan? O'rningdan tur. Haligi hozircha shu yerda o'tirib turmoqchiman. Iltimos, mensiz ketavering. Nimaga? Rostini aytsam, jangimiz tufayli haligacha qo'l-oyoqlarim qaltirayapti. Nima? Tanam bunga chiday olmadi shekilli. Shuning uchun shu yerda biroz dam olmoqchiman. Nima bo'ldi? Men senga qo'lqop orqali teginaman. Bu qo'rqinchli emas. Ha? Nima qilmoqchisiz? To'xtang. Qimirlama, aks holda yiqilasan. Bilaman, lekin Sen yura olmaysan. yura olaman. Iltimos, meni yerga qo'ying. Malikani bu yerda yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. To'g'ri aytyapsiz, lekin baribir. Aytgancha, qanday savolni bermoqchi eding? Ha? Agarda g'alaba qozongan taqdiringda mendan nimani so'ramoqchi eding? Nima, buni hozir aytishim kerakmi? Kulyapsizmi? Buni bilardim. Meni uyaltirib so'rab olmoqchi ekanligingizni. Rostdanmi? Mayli, tug'ilgan kuningiz qachon? 28-dekabr. Qishda tug'ilganmisiz? Sevimli mashg'ulotingiz nima? Hech narsa. Nimani ko'proq yoqtirasiz? Bu to'g'risida hech ham o'ylamaganman. Unda qanday qizlar yoqadi? Nima uchun buni bilmoqchisan? 7-qism. Dam olish shodligim. Janob Oliver, Salom, Rishi xonim. xonangizni ko'chiryapsizmi? Ha, buning sababi siz oliy hazratlar uchun shunday go'zal xona tayyorlagansiz. Qo'ysangizchi. Aytgancha Shahzoda qayerda? Kecha u tungi qorovulning buyrug'ini olish kerak edi. Shuning uchun uxlamadi. Ha?
Men unga uxlab olish kerakligini aytdim. Lekin uning muhim davlat ishi bor edi. Shuning uchun shahzoda umuman dam olmadi. Biroz uxlashingiz kerak, oliy hazratlari. Oliver aytishi mumkin bo'lmagan narsani aytdi, to'g'rimi? Uxlamaslik sog'lik uchun zarar. Hatto hozir ham uxlamayman. Kun davomida saroyda juda ham ko'plab insonlar borligini sezaman. Sizni tushundim. Unday bo'lsa, sizni uxlatish vazifasini o'z bo'ynimga olaman. Ho, Toki uxlab qolguningizcha oldingizda o'tiraman. Shunda tinchgina uxlaysiz. ba'zi damlarda sen butunlay tushunib bo'lmas narsalarni aytasan. Agar yoningizda bo'lsam, begona xayollarga chalg'imaysiz deb o'ylayapman. Ha, xuddi shunaqa. Unda, iltimos, dam oling. Yordam bermadimi deyman. Balki yoningizda yotarman. Ruxsatingiz bilan. Nima uchun bunday qilyapsan? Yurak urishiga taqlid qilyapman. Bu miyangiz tinchinishiga yordam beradi. Xizmatkor bo'lganimda bekam uchun bu ishni tez-tez qilib turardim. Yosh bolalar bunday qilsangiz tezda uxlab qolishadi. Bolalarmi? Menga bola kabi munosabatda bo'lgan yagona inson sen bo'lsang kerak. Agar istasang buni ko'r. Shoshma. Nima qilyapsan? Uzr so'rayman, menimcha qitig'ingiz keldi. Bu sodir bo'lishini bilganimda qo'lqop kiygan bo'lardim. Faqat shundagina seni hujumingga javob qaytara olaman. Aslini olganda qo'lqop yoki boshqa matolar menga teginish huquqini bermaydi. Ha, hazillashayotgandim. Ba'zan shahzoda hayratlanarli darajada vijdonli va mehribon bo'lib qoladi. Lekin bu menga unchalik yoqmaydi. Sizni navbatingiz. Nimani? Bu adolatli emas edi. Ikkimiz uchun ham teng bo'lishi uchun menga teginishingiz mumkin. Ruxsat beraman. Sen buni men uchun ataylab qilyapsanmi? Janob oliylari. Ha, buni albatta qilaman. Va senga shu yuz ifodasi bilan qarayman. Juda ham ajoyibsan. Men bilan bir yostiqqa bosh qo'ya olasan. Lekin men yaqin nigohimga dosh bera olmaysan. Men sizni maftun qilmoqchi edim. Maftun. Saroyingiz jang maydoni emas. Bu o'z uyingiz, shahzodam. Shu bois, agar bu yerda bo'lsangiz, bamayli xotirda ola olasiz deb o'yladim. Shunday bo'lsa, men uxlab qolgunimcha menga yaqin bo'l. Bu menga yolg'iz qolganimdan ko'ra ancha yoqimliroq. Yaxshi tushundim.
Uyg'ondingmi? Janobi oliylari? Nega bu yerdasiz, shahzoda Arnold? O'zing meni uxlatish uchun to'shakka kuzatganingni unutdingmi? Unda yaxshi dam oldingizmi? Nahotki bu seni qiziqtirayotgan birinchi narsa. Unda kechirim so'rayman. Hozir ketaman, tashvishlanmang. Shoshma. Nima? Janob oliylar, mumkinmi? Shu yerda qimirlamasdan o'tir. Kiravering. Nima bo'ldi? Bizga yangi xabarlar keldi. Uxlayotganmidingiz? Nazarimda Resha xonim siz bilan yaxshigina gaplashib qo'ygan. Yangi yotog'ingizda bemalol vaqtingizni o'tkazishingiz juda ajoyib. So'zlaringni qisqaroq qil. Shu yerda seni tinglayman. Nima desangiz shu. Demak, men o'z ishlarimga qaytaman. Va siz yaxshi dam olishingiz mumkin. Meni yolg'iz qoldir. Hammasi tushunarli ketishing mumkin. Yaxshi. Unday bo'lsa, sizga xayrli tun. Hammasi tugadi. Ha, buni tushundim. Tushundim, janob oliylari. Sizni ko'rib turganimdan xursandman, Reshi xonim. Xayrli kun, Elza. Sizga Arya Artelidan buyurtma kelgandi. Rahmat. Ertadan muhim ishlarim boshlanar ekanda. Ritsarlik unvoniga da'vogarlarning barchasi 10 kunlik tayyorgarlikdan o'tadi. Sizlardan ajoyib natijalarni kutaman. Xo'p, Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Nezuko, Tamyoka, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taymin Itachi. Mayli, keyingi qismlarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.